Assalomu alaykum, hurmatli Yaprak Home bo'lgan go'zal opa-singillari. Bizga safar James Kelly brendi asosida kostyumlarimiz keldi. Qaranglar buni. Hozir eng hadavor rasvetkasini ochib ko'rsataman. Qulpinaylik. Eng birinchilardan ketadigan klientlarimiz sevib oladigan kostyumlarimizdan qizlar James Kelly brendini eshitmagan odam bo'lmasa kerak menimcha. Qaranglar qizlar sochinligini, ranglarini, yo'da nalchkalarini qaranglar. Bahrdililar ochiladi qarasanglar. Bularning har xil rasvetkalardan bor qizlar. Xolasanglar to'q, xolasanglar och, shunaqa brend garoshkalilarimiz ham bor, bu yerda gullilarimiz bor. Eng hadavoy ketadigan tigrligidan ham bor qizlar. Mana bu yerda neobishni hali hech kimda yo'q gullarini olib kelib qo'yganmiz. Bu yerda siren gullari, bu yerda yana 30 dan ortiq rasvetkasi bor qizlar. Narxlari atigi 330 ming so'mdan qizlar, ko'ryapsizlarmi? Yevro satin. Razmerlarini aytib o'taman. Mana nalchkalar ham kattagina. Ikkita 50-70 nalchkasi, bitta prostinasi, однотонный 2,5 yevro standart divanlagan bemalol tushadi. Bu yerda shunaqa podizarning bor. Podizarning ham ikki tarafli, duxstaronli maza qilib ishlatasizlar qizlar. Qaranglar. Ham buyog'ida klubnikalari bor, ham buyoqlari однотонный bo'ladi qizlar. Bular yevro satin yuvib ishlatasizlar. Ranglari ham chiqmaydi, katushka ham bo'lmaydi qizlar. Kimga nechta kerak bo'lsa zakaz bersanglar bo'ladi. Optimga yana ham kelishtirib beramiz. Hammalarning Yaprak Home filiallari o'tib qolamiz.